Kuzatuvchi o'rtoqlar, hammaga salom. Mana nihoyasiga yetib bormoqda. Mana bu profildan, uyg'onlikdan tayyorlangan sklatimiz ish tugab boryapti. Hozircha jelezlarni o'rnatib bo'ldik pashti. Polностью tugadi. Mana bu oxirgi konsasini tugadi. Ön tütü tayyorlagan firma. Mana shu yo'nalishda ketdi. Oxirgisi mana shu holda tamom. Mana shuni ham o'rnatib olsak. Hozir prostorganda qanaqa bo'lishini o'ylab turganda yomon holat. Ertaga o'rnatamiz, shu bilan bo'lib qoladi. Har qaysini orasi bir qatdan tepadagi to'sinchalarni profilchalari ular 80 arasi hatto prolyoti. Bu 380 bo'ldi. Ishqilib hozircha mana shu ishlar mana tugadi. Bugun xudo xolasa olib keladi nimasini. Sevdish panelini olib keladi bugun. Bugun xudo xolasa o'rnatishni boshlaymiz sevdish panelini. Ancha profil uyg'onib ketib qoldi bu yerga. Hozir mana shu ishimiz qoldi, shuni o'rnatsak bu tamom. Bugun tugaydi xudo xolasa. Oldi tarafdan ko'rinishi. Mana shu joy qoldi. Sevdish panelini olib keladi, bugun o'rnatamiz. Faqat oldi shisha bo'ladi, shishakori eshik bo'ladi. Faqat geobrazni u taraf stenasiga o'rnatiladi sevdish panel. Tamom. Mana shu. Xudo xolasa o'rnatib bo'lgandan keyin sevdish panelini men bitta video olib keyin tashlayman uni. Menga oldin ham aytganman, unaqa sharoit yo'q, boshdan noldan to oxirigacha ko'rsatadigan. Hozircha mana shu yangiliklar. Qo'limizdan kelgancha harakat qilamiz. Bilmadim, sizlarga endi ishimiz yoqqan bo'lsa laycha bosasizlar. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'linglar.